Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanali ko'ruvchilari. Bugun 18-aprel 2026-yil. Kunga subotada Jalolobod oblasti Manoz shahridagi mol bozoridamiz. Surarog'i qo'y bozoridan kirib ketamiz shu mol bozoriga. Bismillah deb boshladik endi. Aka qancha bo'ldi? Qancha? 13 ton bo'ldi. 13 ton? 13 ton. 7000 so'mdan oldim deydi. Urg'ochi qo'zlar. Qanchadan ekan qo'zlar? Qo'zlar. 16000 so'mdan. 16000 so'mdan deydi. Bozor 14000 so'mdan so'rabdi. 15000 so'mdan deydi. Eko ketdimi, sotildi. 30000 so'm bo'ldi. Aka. Balalı qo'y 24000 olibdi. Aka 11000dan so'rada bermaydi. O'zi 13 dan o'tadi. Size qo'shim berdaylikmi? 15 dan deydi. Inshaalloh. Qo'zlar chiroyli ekan. 13 dan bermadim deydi. 15 dan deydi. Buni qaralari 13 dan deydi. Kami var deydi. 12,5 dan. Maşallah quyruqlari so'ng. Bozor qancha so'radi dedingiz? 10,5 dedingizmi? Maşallah. Ikki otang erkak. Ikki otang erkak ekan. Mana 10000 so'm deydi. 7000 so'm so'rabdi. Siz qanchada otasiz? 10000 so'm kam bor deydi. Akam 7000 ga so'radi, savdo bo'lib o'tadi. Olti tish qo'y. 8 bolasi bilan 27000 so'm deydi. Ikki bolasidan urg'ochga. 32000 so'mdan deydi. Qo'zlari, o narxi so'm ekan. Nimalarda yaxshi quyruqlari so'm ekan. Tishlari ekan, maşallah. Boyni qarangiz, quyruqni qarangiz, etni qarangiz. Mo qo'lsin qarasa. Bu Afg'onni balasi, ha? Maşallah. Qiziqanlar bormi? 130 ming so'm deydi. 3 oy 130 onda. Maşallah. Yaxshi ақша qo'yib tur. Bunasi tishlarilik. Bundan balasi bor ekan. Balasini ko'rtasizmi? Balasi erkak, quyruqlari moshni. 19.02.02 755 ming. 40 ming so'mdan sotilib tur, maşallah. Araşan deydi. Mana 4 oy. Endi sarisi da bor, da biri bor. Qaralar da bor ekan. Ming so'mdan sotilib tur. 40 ming so'mdan da. Qo'chqorlar tarafga keldik. Maşallah, bunaqa qo'chqorlarga qarasizlar, maşallah so'mligina. 20 ming so'mdan olibdir. 360 ming olibdir. 21250 so'mdan 4 o'yin tanlab so'rab o'tadi. Berib aytadi. Tishlarilakda bular. Cho'sh. Mana bu qo'yni 46 mingga so'rab o'tadi. Mana. Tisharalik butir qo'zlar. Bular ham sotilib ketdi. 23400 so'mdan sotildi. Butir qo'zlar. Optum sotildi deydi. 30 dan oldini 50 mingdan sotildi deydi. Tandamaylar 50 mingdan kettirdi, ha? Maşallah. Qarangizlarmi oladi, maşallah. Qaramartdan ketdir. İçinden hozir chetilib ketdi, tartqon sipet etdik, 50 mingga oldim deydi. Bunga o'xshaganlarda. Optum 30 dan ketdi. Razrezleri ham moshni ekan. 32 ming so'mdan deydi 3 oy. Bozor qancha? 80? 85 berdi. 85 berdi deydi. Razrezleri joyinda. Eti, so'nun. Tish jarlikmi? Jarlik bo'lsa kerak. Ha, 4 tish bu bular. Ha, 4 tish ekanlar. Bu 48. Bu 65. 6 tish. Eko otang 6 tishlar.
Oradan aransa. Biraz veririz öyle. Ne kıskar ekan salchi. Nagam nereysin ya? Oo maşallah qarang. Razrezi qarang, razrezi. Nan dedi. Kimden ekan bu qo'chqorlar aka bilmaysizmi? 60 ming deydi. 6 tish dedingiz ha? Şundan. Bunların bağları 50 ming so'mdan ekan. 2 tish, 4 tish, 6 tish aralash bunun içinde deydi. Qani dağı aralashgan deydi. Har xil baroda aralashgan deydi. 50 mingdan arzon emasmi? Soğuzdan alıp durun ayko. 2'den 4 ötüp ötüp 250 ming so'm deydi aqchasi. Afgan. Quyruqlari. Bu en ikinci tishini jarib o'tadi. 80 ming so'm deydi aqchasi. Bunday videoda qanday ko'rinadi bilmayman, biroq bo'ylari o'ta buyuk ekan, so'yukdi. 78 ming so'm deydi. 78 ming so'm deydi, narxi 60 ming ekan. Bo'ylari buyuk, so'yukdir jo'q. Quyruqlari. Jirmadan kami var deydi. Qo'zi tishi ekan. Urg'ach. 22 dan ekan. 4 tish, 6 tish. Urg'ach. 22 ming so'm deydi. Bu ustuvayni qopti. 10 ming deydi. Şu oldu 16 ming ekan. Qo'zlarda 10 mingdan deydi. 16,5 22 qo'zi. Qancha tish bu? 2 tish bu, 2 tish deydi. 30 ming so'm deydi. Urg'achi 6 tish. İnşallah so'm ekan. Bo'ylari buyuk. Shu bilan videoni oyoqlaymiz. Videomizlarga tinchlik amandiq. Chorvangizlarga baraka. Video yoqqan bo'lsa, bir like. Qo'llov retinde yaxshi motivatsionniy duh beruvchi so'zlarimizdan jozib ketingizlar. Aka aqchasi qancha ekan bularni? 20 mingdan. Narxichi? 20 mingdan. Jo'n, so'q ekan. Haydi, assalomu alaykum.